Assalomu alaykum. Parvozlar, xo'rosh quvozlari, YouTube kuzatuvchilari, polvonlarimiz. Bugun 22 mart 2025-yil. Bitta mashitda turgan qizilimiz bugun yurtdi, xudo xolasa. Ular ro'zadan chiqishga xudo xolasa tayyor. Xo'rozlar narxini 500, 600, 700 har xil endi o'zini yutug'iga, yo'liga qarab pulini aytsa, ba'zi birlar bu pulga qo'y beradi, mol beradi deyapti. Qo'y boqmoqchi bo'lsa, sizni to'xtatib turgan odam yo'q. Bemalol qo'yingiz olasin, molingiz olasin. Hovliga bitta it olib, qo'riqlagan it olib berasiz. Jonlaring sog' bo'lsin. Video qo'ysa ba'zi birlar bizda ham bor. Bozor voyvasini. Bitta odam bozordan xo'roz olib $1000 deb sotib parang qilgan bo'lsa, hammaniki bozorvoy bo'lmaydi. Xo'rozga javob berasizmi? Xo'rozni pariga javob beraman. Suv ichishiga, ovqat yeyishiga, urushgandaqa ko'rgan yo'llarimga javob beraman. Yutkizishni men emas, mendan zo'ri ham bilmaydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Charchamanglar.